Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Bugungi suhbat programmamizning aziz mehmoni bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya direktori Ömer Qanat apandim. Suhbat programmamizga xush kelibsiz. Hoş bulduk. Köp rahmet. Bugün yani 3. sentabr çarşamba günü nayt xoşalnarlıq bir iş bilen oyg'ongan bo'ldik. Yevropa tarafdagilar Amerikadan farqli vaqt soat bo'lganligi uchun u bo'lsa-mu Uyg'ur siyosiy qonun loyihasiningki Avam palatasida ma'qullanganligi haqida. Ko'rmanlarimizdan xabar bo'lgandek bu xil shakldagi ismi o'xshash bo'lgan qonun loyihalari buningdan burunmi tasdiqlangan va qonun shaklida rasmiy qonun bo'lib ma'qullikni o'tgan qonunlar bor edi. Shunga bu yerda bu qonun loyihasi bilan burun qonun loyihalarininki farqi nima, ism o'xshashliklariningki sababi nima, buni texmi yaxshi bilishimiz uchun bu qonun loyihasiningki ma'qullanish uchun ko'p kuch chiqargan Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Amerika Uyg'ur jamiyati va Uyg'ur harakati tashkilotlari qatorliq shu tashkilotlarning biri bo'lgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya direktori Ömer Qanat apandimdan bevosita so'rayli. Hurmatli Ömer Qanat apandim, bu haqda ko'rmanlarimizni bir xabarlantirib tushuncha bergan bo'lsangiz. Rahmet bu programni o'rinlashtirganliginglar uchun. Hammamizga ma'lum bo'lgandek bu Uyg'ur siyasi qonun loyihasi tunigun, yani 9. ayının 2. günü Amerika Devlet Meclisi Avam Palatası'da ma'qullikdan o'tdi. Yani Avam Palatası'nın umumiy yig'inida ma'qullikdan o'tdi. Tunigun tushdan keyin soat 5:30da shuning sizlarga kashf bo'lgan. Bugun atdigan bu xabarni sizlar duydinglar. Bu qonun loyihasi bu birinchi o'tishi emas. Amerika Devlet Meclisi Avam Palatası'nın 2022 yılı, 2024 yılı 2 qitim yani Avam Palatası'nda o'tgan bu qonun loyihasi. Lekin Kengash Palatası da bu qonun loyihasininki ba'zi moddalari sababidan paydo bo'lgan ixtiloflar tufaylidan Kengash Palatası'ndan o'tolmadi. Shuningga qolib qolgan. Bu nimada 4. ayda yani bu qonun loyihasi Amerika Devlet Meclisi Avam Palatası tanıştırılgan, Tashqi ishlar komitesidan o'tgan, mana tunigun endi Amerika Devlet Meclisi Avam Palatası'nın umumiy yig'inida Avam Palatası'nda o'tgan bo'ldi. Buningda biz endi bu farqi nima, o'tgan yili o'tib yana qayta yani bu tekrarlandı degan savollar paydo bo'lishi mumkin. 2022 yili o'tibdiki Avam Palatası'nın 2024 mi o'tibdiki endi yana bu o'tganninki farqi nimada? Endi bu yerdagi farq bu nima Kengash Palatası'da o'xshash 4. ayning 30. günü Senator John Curtis tarafidan shu Avam Palatası'da o'tgan qonunga o'xshash qonun loyihasi nima Kengash Palatası'da tanıştırıldı. Şununla endi Kengash Palatası'daki qonun loyihasi bilan bu Avam Palatası'dan o'tgan qonun loyihasi o'rtasida bir farq yo'q. Şununla endi bu yil inşallah bu qonun loyihasininki Amerika Devlet Meclisi'nin o'tib qonunlashtirilganligiga ishonchimiz bor. Xudoyim buyursa hammamiz bu xush xabarni anglamiz. Bu bazı yurttaşlardan savollar bo'libdi. Mesela bu qonun loyihasininki to'liq ismi nimada? Ba'zilar Uyg'ur siyosati qonun loyihasi deb bunday qisqa bir Uyg'ur huquq qonun loyihasi degan nimalar bo'libdi. Lekin bu bu qonun loyihasininki to'liq ismi Uyg'ur siyosati qonuni. Bu qonun asosan endi Amerikada bayanmisiz deb o'tganda ikki qonun loyihasi bor. Birinchisi Amerika Uyg'ur kishilik huquq
kanuni. İkincisi Uyghur mecburi emgekliğini çeklaş kanuni. Bu iki kanun elbette bu yeni bir kanun layihisi. Bu kanunlarını to'liqlaydigan bir nimada. Birinci kanun layihisi asasen şu nimada Uyghur irqiy qirg'inchiligida mas'uliyati bo'lgan shaxslarni organlarni jazolash, ularga jazo qo'yish nimasini asosi olgan Global Magnitsky Act degan bir qonun bor. Shu qonunni shu Xitoydagi mushu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida mas'uliyati bo'lganlarga qarshi ishlatish nimasida ilingan. Ikkinchi bo'lsa ana Uyg'ur mecburi emgaki bilan bulg'angan ishlab chiqarilgan mallarniki Amerikaga kirishini to'sash qonun loyihasi. Bu ikki qonun ijro qilinyotidi. Bo'libmi Uyg'ur mecburi emgak qonunlarini cheklash qonun loyihasi nihoyatda yaxshi ijro qilinyotidi. Buningki natijalarini ko'ryapmiz biz. Hem de bu kanun layihisininki farkı nima dedik? Bu asasen bu kanun layihisi asasen Amerika Tashqi ishlar ministeridan Uyg'urlarni qo'llash uchun strategiyalar belgilashini, programlar tuzib chiqishini talab qiladi. Ya programlar tuzib chiqishga buyuruydu Tashqi ishlar ministeridan. Onun ikinci yana hem de bu Mındaqçı aytganda bu qonun loyihasi Amerika Tashqi ishlar ministrini Xitoy hukumatini Sharq Turkistondagi butun atalmış qaytadan tarbiyalash markazlarini, ya'ni jazo lagerini taqashga, Uyg'urlarning kishilik huquqi, milliy madaniyati, milliy kimligini va diniy kimligini qo'g'dashga majburlash uchun bir strategiya tuzib chiqishini talab qildi Tashqi ishlar ministridan. Yani yanayt konkret bir yerde talep var. Inandaki yana Tashqi ishlar ministridan, yani Amerika Tashqi ishlar ministridan bu strategiyaninki masalan yo'lga qo'ygan siyosatning shu Xitoyga qarshi Uyg'urlarni qo'g'dash uchun, Uyg'urlarni jazo lagerlaridan chiqarish uchun, jazo lagerlarini taqash uchun o'ttirib qo'ygan siyosatning qandaq ijro qilinayotganligi ya mengayotganligi haqida Amerika Davlat Majlisiga doklad sunishini talab qildi. Bu Uyg'ur siyosati qonun loyihasi yana Amerika Tashqi ishlar ministridan boshqa davlatlarningki tashqi ishlar ministrlari bilan bo'libmi Yevropa, O'rta Osiyo va Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo musulmon davlatlar bilan aloqalashib Uyg'urlarning insoniy huquqlarini, diniy erkinligini qo'g'dash va targ'ib qilishga chaqirdi. Shuningdek, Xitoy hukumat tarafidan tutilib ketgan, ziyonkashlikka uchragan va Xitoyning chegara halqagan bostirish siyosatining qurboni bo'lgan Uyg'urlarning dardiga davo bo'lishini talab qildi. Ya'ni ularning masalasini hal qilishga, ular bilan aloqalashishga, ularning masalalari bilan mashg'ul bo'lishga chaqirdi. Yana bir muhim maddasi bu qonun loyihasining Amerika Tashqi ishlar ministridan Uyg'ur faoliyatchilariga, mana bu boshqa hech qonunda yo'q-da, hamda ochiq bu qonun loyihasi Amerika Tashqi ishlar ministridan Uyg'ur faoliyatchilariga moddiy yordam berish uchun Amerikaningki boshqa davlat organlari bilan hamkorlashishni talab qildi. Ya'ni boshqa davlat organlari bilan hamkorlashib turib, bu Amerika faoliyat ilib berayotgan dunyoning har qaysi joylarida faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur faoliyatchilarga, Uyg'ur tashkilotlariga yordam berishga chaqirdi. Yana biri bu qonunninki Amerikaningki Xitoydagi butun diplomatik organlarda, masalan elchixonalarda, konsulxonalarda ya ticari temsilciliklerinde Uyg'urcha bilgan xizmatchilar ishlatishini talab qiladi. Yani u yerda Uyg'urlar berib, Xitoycha gap qilolmay degan Uyg'urlar bo'lib qolsa,
bu yerda bizninkilarni anlamaydı da her qandaq Amerikanınki Xitoydagi bütün diplomatik temsilcilerida Uyg'urcha bo'lgan xizmatchilarning bo'lishini talab qildi. Bir muhim nokta bu kanun loyihasining tonishtirilishida mening uchun eng muhim nömerlerinin biri bizdeki bu kanun loyihasi yana Amerika'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki daimi temsilcisidir. Birleşken Devletler Katarlık halkara minberlerde Uygurlarınki kişilik hukuk meselelerini kullanışını tekitleydi. Yani bu şunda halkara minberlerde Birleşken Devletler'de okşaş Uygurlarınki meselesini oturup koyuşunu bu meseleni bir taraf kılış için bu meseleni kun tertipke ekiliş için Amerika'nınki daimi temsilcilerinden bulup Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki daimi temsilcisinden bunu talep kıldı. Bir muhim, yani bir muhim nokta bu kanun layihasının tonuşturuluşu da başka hiçbir kanun layihasının tonuşturuluşu da bunda gap olmagan. Bu kanun layihasının tonuşturuluşu da şu kanun layihasının baş nemesi de Uygurlar hakkında söz kılıp Uygurlar tarihten beri deydi o. Uygurlar tarihten beri özlerine has dini ve milli kimlikki ega bo'lib kelgan bir millat, bir xalq. Xalqaro iqtisodiy va madaniy kelishimi ahdnomasi yani. Xalqaro Birleşmiş Milletler'ninki xalqaro iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy ahdnomasi shuningdek xalqaro madaniy va siyosiy haqlar ahdnomasi. Bütün xalqlarninki o'z taqdirini o'zi belgilash huquqining bağlılığını itiraf kıldı dedi. Yani bu kanun layihasida o'rin olgan muhim maddelerinin biri. Bundaq bir madde başka kanun layihalarida ben ko'rib bakmagan. Hazır Amerika'da Uygurlarga bevosita munosabatlik bo'lgan 7 kanun layihasi var. Amerika Devlet Meclisi'ne sunulgan 7 kanun layihasi var. Ve bu bevosita munosabati bo'lmagan bo'lsa-mu, vositalik holda Uyg'urlar bilan munosabatlik moddalari bo'lgan 12 kanun layihasi va yana toplam 19 kanun layihasi hazır Amerika Devlet Meclisi'ne sunulgan holda sunulup oldu. Bu kanun layihalarininki 19 kanun layihasi Uygurlar bilan munosabatlik, buningki 7'si Uygurlarga bevosita munosabati bo'lgan kanun loyihalaridir. Ko'p rahmat nihoyatda tafsiliy ma'lumot berganingiz uchun. Endi savolim bu kanun loyihasi Avam palatasidan tasdiqlanib o'tdi deb dedingiz. Bu muşnuluk bilan tamamen resmi kanun şekilde kanunlangan oldu mu yoki Kengash palatasida qabul qilinish kerakmi, u yerda ovozda o'tish kerakmi? Bu kanun loyihasi albatta hozir Kengash palatasidan o'tdi. Endi nima Avam palatasidan o'tdi, Kengash palatasidan o'tish kerak. O'tgan yillarda o'tmay qoldi. O'tmaganning sababini sizga tushuntirdim. Chunki bazı bu kanun loyihasidagi bazı maddeler sebebinden ixtilof paydo bo'lib, Kengash palata a'zolari bu maddelarni qabul qilmay, shuning bilan buningda o'xshashlik bo'lishi kerakda kanun loyihasida. Kengash palatasi ba'zi moddalarini bu kanun loyihasini qabul qilmagan. Ama endi o'tish nimasiga ishonchimiz to'liq dedim. Chunki Kengash palatasida bu o'xshash bir kanun loyihasi sunulup oldu Kengash palatasiga. Demek u yerda hozir Kengash palatasida o kanun loyihasi Tashqi ishlar komitetidan o'tishi kerak. Uningdan Kengash palatasidan o'tganligi ikki qonun birlashib, bu yerda endi ixtilof yo'q. Ixtilof bo'lmagandiki ikki qonun bir nima holiga keladi. Uningdan keyin umumiy
Amerika Devlet Meclisi'nin umumi yig'inidan o'tib, andan keyin prezident tarafidan e, tasdiqlangandan keyin imzo qilingandan keyin rasmiy qonunlashadi. Hamda bu hozir, hamda buningki bu nimasininki tunigun Kengash palatasının o'tish jarayonida shu yerdagi muzokaralarni men ko'rdim, kuzatdim. Bu muzokaralarda shu bizga qarab o'ltirdik bu yerda. Naiti meni xo'sh bir yerda, ya'ni bir yerda tuniganmi deb o'tganimdek bir yerda naiti qayg'urdim, ya'ni ajoyib cho'nqur xiyollarga ketdim. Chunki u yerdagi so'zlar, u yerda şu parlament nima Devlet Meclisi a'zolarininki qilgan so'zlari u naiti meni xo'shal qildi bir jihatda. Chunki ular Amerika'nınki eng yuqori pallasidagi insonlar nimaninki Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik siyosatininki davomlashayotganligini naiti keskin bir til bilan u yerda ifodaladi. Buningdan naiti xushal bo'ldik. O'kinimi buningdan avval bir 2 hafta avval Amerika Tashqi ishlar ministrligi 2024-yillik Country Report deydi, davlatlarninki kishilik huquq to'g'risidagi dokladini e'lon qildi. U dokladning Xitoy haqidagi qismida, Xitoyning kishilik huquq masalalaridagi qismida eng boshda shu kirishida uning Uyg'ur bu yerda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning davomlashayotganligini ifodalagan. Buni aytib bizni xo'shal qilgandi. Ya'ni Amerikaning siyosatininki Xitoy Uyg'urlar masalasiga siyosatining o'zgarmaganligi, ilmi Amerikaninki Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish harakatini irqiy qirg'inchilik va insonlarga qarshi jinoyat deb qaraydiganligini keskin bir til bilan ifodalagan. Tunigan bu kongressmenlar, Amerika Devlet Meclisi Avam Palata a'zolari buni yana bir qitim ta'kidlagan bo'ldi va undan keyin hozir Amerikada demokratlar, cumhuriyetçiler arasında keskin bir mücadele, bir kurash var. Bularda siyasi cihettin. Bular ilk yerde bir aralık kelişi naite tez hazırki. Bularınki bir yerge kelip işlişi. Ama tünügün her iki taraf o'xshash talaffuz bilan so'zladi bu qonun loyihasi haqida. Xitoyga qarshi ikkala taraf, bu demokratlar olsun, cumhuriyetçiler olsun, bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining davomlashayotganligini ifodaladi. Buningdan naite memnun bo'ldim. Bu qonun loyihasininki endi mushundaq vujudga chiqishiga necha qatim bu qonun loyihasininki mushunda vujudga chiqishiga undan keyin necha qatim dedik-ku 2022-2024 yillar bu Avam Palatasining o'tishiga bütün Uyg'ur tashkilotlari naite cho'ng ta'sis qo'shdi. Mushu qonunning o'tishi uchun nurg'un lobbichilik faoliyatlari ilib berildi. Hatta mushu qonunninki tunji o'tirib qo'yilishida, qonunning tuzilishida yana Dünya Uyg'ur qurultayining naite cho'ng roli bo'ldi. Birinchi qatim biz mushu Yung Kim xonim bilan Dünya Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Dolqin Eysa efendim bilan 2022-yili ko'rishib bu masalalarni, bu qonun texe tanıştırılmasdan burun bazı özümüzdeki bu qonun hakkındaki maddeleri hakkındaki fikirlerimizni aytgan, özümüzdeki göz qarashlarını, tekliflerini bergen. Dolqin efendim bu yerda özünün tekliflerini bergendi. Bu tekliflerinin bir kısmı bu yerda yer algan bo'ldi. Shuningga biz bundan naite xo'shal va minnatdor. Rahmat sizga. Hamda bu qonun loyihasininki tilg'inlagan moddalarning ichida
Erkin Asiya Radyosu'nun Uyghur bölümününki mülazimetininki qo'llash qatorliq degan matbuot qilinibdi. Bunu kaptırma var. Bu aşu muhaciratdaki Uyghur qarindoshlarimiz Erkin Asiya Radyosu'nunki muhacirat Uyg'urlarning qalbidagi nopol sababli qiziqayotgan bir nuqtasi. Bu navad bu qonun siz ibay degandek Kengash palatasidanmi ma'qullanib o'tib, to'liq bir qonun bo'lib ma'qullangan vaqtida kuchga ega shakl bo'lgan vaqtda bu moddadagi bu qo'llash xizmatlari qanday shakl bo'ldi? Buni bir izohlab bergan bo'lsangiz. Onun hazır elbette bu kanun olup ötüp kanunlaşkandikin bu kanundaki maddelerine riayet kılınış gerek, şu maddeler talep kılınan işler buluş gerek, icra kılınış gerek. Ama onunki kandak bozduğanlığı, kaç şekilde bozduğanlığı malum emez. Lakin ama tunca ketim. Yani maşu kanun layısı bilen başka kanun layihələri var. O kanun layihələri də heç qaçan Uyğurlara, mesela Uyğur fəaliyyətçilərə hazır öz mədəniyyətini qoğdaş, Uyğurlarınki tilini qoğdaş, öz dinini qoğdaş, milli kimligini qoğdaş cəhətdə o fəaliyyət edib verətən insanlara, fəaliyyət edib barıdığan Uyğurlara və təşkilatlara maddi cəhətdən yardım verilsin. Bula qo'llashga erishsin degan modda yo'q. Hech qanday boshqa o'tgan ishga qonunimizda bu tunji bir qonun tunji bir qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisida sunilgan bundaq bir modda bor bir qonun loyihasi. Shuningga inshaalloh umidvormiz oqibatdan hamda bu hukumatning hem Uygurlar meselesi hazır düşendi nurgun Amerika Devlet Meclisi'de güçlük ilaka kollaşkı ege yani şu nemeninki Erkin Asiya Radyosu Katarlar bu şu radyolarınki kayıteden faaliyet gibi başladı şey doğrusu da güçlük ilaka neme ba kollaşma kongresmenler kollatıdı lakin hükümetinin siyaseti hükümetinin bazı vaqtliq nima siyosati bo'lishi mumkin bu. Hamma ishlar bir joyiga tushgandan keyin qaytadan buniki ratlab chiqilishi mumkin deb qarayman. Hurmatli ko'rurmanlar, bugungi suhbat programmamiz mishagicha olsun. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Ümid qilamanki, tilaymanki bu qonun loyihasi tamoman kuchga ega bir shaklda, ya'ni Kengash palatasidan ovoz o'tib ma'qullangan vaqtda texmo keng doiralik bir tushuncha berilgan shaklda bir suhbat programmasi uyushtirgan holatda sizlar bilan qaytadan yuz ko'rishimiz. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat.